A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-İmran suresi 9. Nahayeti şefqatlik, tolumu mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Ey Allah'qa, onun payg'ambarga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Munofiqlarning mu'minlardan ayrilib turishi uchun Alloh yomonni yaxshidan ayirmoqcha, u sizlarni oranglarda mu'minlar bilan munofiqlar ayrilmagan hozirgi holatinglar bo'yicha hargiz tashlab qo'ymaydi. Munofiqlarning mu'minlardan ayrilib turishi uchun Alloh yomonni yaxshidan ayirmoqcha, u sizlarni oranglarda mu'minlar bilan munofiqlar ayrilmagan hozirgi holatinglar bo'yicha hargiz tashlab qo'ymaydi. Ey mu'minlar, Allah öz hikmetiga asosan haqiqiy mu'min bilan munofiqni ayirib bilishinglar uchun sizlarni bandalarning ahvoliga munosabatlik g'ayblardan hargiz xabardor qilmaydi. Ammo Allah ularni qiyin sinoqlardan o'tkazish orqali ayirib chiqadi. Lekin Allah payg'ambarlarning orasidan o'zi xohlagan kishini tanlab, uningga ba'zi g'ayblarni vahiy orqali bildiradi. Shunga sizlar Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etinglar. Agar sizlar chin iymon etsanglar va Allohga itoat qilish bilan taqvolik qilsanglar, sizlarga Allohning dargohida katta mukofot bor. Allah o'z fazlidan ato qilgan ne'matlarni Alloh yo'lida sarf qilishga bexillik qiluvchilar bu bexillikni o'zlari uchun foydali deb o'ylab qolmasin. Bu ular uchun yomon ishdir. Chunki ularning to'plagan mol dunyosi qiyomat kuni ularning bo'yniga o'tdan taqoq qilib selinadi. Alloh subhanahu va taolo podshohlikning va hammaning egisidir. U barcha maxluqot yo'q bo'lgandan keyinmi davomli hayot turadigan zotdir. U bandalarning barliq amallarini bilib turadi. Qiyomat kuni ularga shu amallarga yarasha mukofot yoki jazo beradi. Allah Yahudilarning Alloh bequrdir, shuni bizdan qarz so'raydi. Biz bo'lsak boy degan so'zini angladi. Biz ularning bu so'zini xotirlab qo'yamiz. Yana ularning ilgirki ajdodlarining payg'ambarlarni nohaq o'ldirganlik qilmishini qo'llaydiganligini yezib qo'yamiz. Oxiratda ularni bu qilmishi sababli jazolaymiz. Ular do'zaxda azoblanayotgan chaqda ularga ko'ydirguchi qattiq azobni tetinglar deymiz. Bu qattiq azob sizlar dunyodagi chaqlaringlarda e'tiqod, amal va gap so'zni sodir qilgan qilmishinglar uchundir. Alloh bandalarga qilchi uval qilmaydi. Ashu Yahudilar islomga da'vat qilganda Alloh bizga Tavratda har qanday bir odam "Men Allohning payg'ambari" deb kelsa, u Allohga yaqinlik izlab bir sadiqa taqdim qilmoqcha va u sadiqani osmondan bir o't kelib ko'ydirmoqcha, uning payg'ambarligiga ishonmanglar deb kaskin buyurgan deb biljirlaydi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, sizlar payg'ambarlikni isbotlashni birli mo'jizaga xos qilishda yolg'on so'zlayapsizlar. Chunki mendan ilgari sizlarning ajdodlaringlarga ko'plagan payg'ambarlar keldi. Ular o'zlarining haq payg'ambar ekanligini ro'shan mo'jizalar va ochiq dalillar bilan va sadiqani osmondan o't kelib ko'ydirishidan iborat sizlar aytgan mo'jiza bilan isbotladi. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, aytib beqinglarchu. Sizlarning ajdodlaringlar ashu payg'ambarlarni nimishqa o'ldirdi? Ey payg'ambar, agar ashu yahudilar va boshqa kofirlar seni inkor qilsa, buningga g'amkin bo'lmagin. Chunki ilgirgi kofirlarmi o'zlariga avatilgan payg'ambarlarni inkor qilgan edi. Halbuki o payg'ambarlarning har biri o'z qavmiga ro'shan mo'jizalarni, ochiq dalil isbotlarni va kufrning zulmatlaridan iymonning yo'riqligiga chiqaradigan nurliq kitoblarni ilib kelgan edi. Har bir jon egisi cho'qim o'limni tetiydi. Buning bilan barliq xaloyiq amallaridan hisob berish uchun Allohning huzuriga chiqariladi. Sizlar qiyomat kuni barliq yaxshi amalinglarning mukofotini to'liq olasizlar. Allah kimga in'om qilib uni do'zaxdan qutqizsa va jannatga kirgizsa, u kishi barliq armoniga yetgan bo'ladi. Dunyo hayoti vaqtlik manfaatdan boshqa narsa emas. Sizlar hargiz mag'rurlanib qolmanglar. Ey mu'minlar, sizlar pul millionlardan zakot va sadiqa qatorliqlarni chiqarish bilan, beshinglarga keladigan ziyon zahmat bilan, ibodatga buyurilish bilan, o'lim yetim va yaqinlaringlardan ayrilib qilish bilan cho'qim sinilisizlar. Bu haqiqiy sodiq mu'minning munofiqlardan ayrilishi uchundir. Sizlar yahudilardan, xristianlardan va mushriklardan dininglarga ta'na qiladigan ko'plagan kufr so'zlarni anglaysizlar. Agar bularning hammasiga savr qilsanglar, Allohning buyurganlarini o'rindab, gunohdan yiroq turib, Allohga taqvolik qilsanglar, bu haqiqatan baslashib qilishga tegishli ishlarning jumlasidandir. Ey payg'ambar, shuni aslaginki, o'z vaqtida Alloh kitob berilgan yahudilar bilan xristianlardan kitobni kishilarga cho'qim bayon qilib bersizlar va yushirmaysizlar deb ahd olgan edi. Yahudilar Tavratga,
Xristianlar İncilga amal qilishga, bu ikki kitobdagi haqiqatlarni kishilarga bayon qilib berishga, yushirmaslikqa, o'zgartmaslikka buyurilgan turuqliq ular bu ahdini orqasiga cho'rivatdi. Uningga amal qilmadi. Bu kitoblarni o'zgartish va ichidagi haqiqatlarni yushirish badaliga dunyoning arzimas pulini ilib xashladi. Ularning ahdini buzish va kitobni o'zgartish badaliga olgan narsi nima degan yomon. Ey payg'ambar, Yahudilar bilan munofiqlarga o'xshash o'zining qabih qilmishidan xushallanadigan, qilmagan ishlari bilan madihiyalanishni yaxshi ko'radigan kishilarni bu dunyoda Allohning azobidan qutuladi deb o'ylamagin. Ularga oxiratda qattiq azob bor. Osmonlarning va zaminning o'rnaksiz yoritilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida, uzun qisqa bo'lib o'zgarib turishida sog'lom aql egalari uchun Allohning birligiga dalolat qiladigan katta dalillar bor. Sağlam aql egalari bo'lgan kishilar o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi, ya'ni hamma holatlarda Allohni aslab turadi. Osmonlarning va zaminning yoritilishi to'g'risida fikr yurgizadi. Ular mundaq deydi: Ey Rabbimiz, sen buni hargiz bekor yaratmading. Sen hikmatsiz ish qilishdan albatta pok tursan. Bizni do'zax azobidan saqlag'in. Ey Rabbimiz, bizni do'zax azobidan saqlag'in. Chunki sen ey Rabbimiz gunohi tufaylidan kimni do'zaxga kirgizsang, uni albatta rasvo qilgan va xor qilgan bo'lasan. Gunoh ma'siyatlari sababli o'zga zulm qiluvchilarni qiyomat kuni Allohning azobidan qutqizib qoladigan hech qanday madadkor chiqmaydi. Ey Rabbimiz, biz haqiqatan Rabbinglarga iymon etinglar deb kishilarni sening bir ekanligingga iymon keltirishga va sening shariatingga amal qilishga da'vat qiluvchi Muhammad alayhisalomning da'vatini anglab, uni qabul qildik. Onun payg'ambarligiga jazm qilib iymon etdik. Ey Rabbimiz, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, ayiblarimizni yo'gigin, bizni yaxshilarning qatorida vafot qildirgin, ular bilan birga qilgin. Ey Rabbimiz, bizga payg'ambarlaring orqali va'da qilgan nusrat, imkoniyat, hidoyat va tavfiq qatorliq yaxshiliklarni ato qilgin. Qiyomat kuni bizni gunohlarimiz sababli rasvo qilmagin. Chunki sen karamliksan, bandilaringga qilgan va'dangga xiloflik qilmaysan. Allah ularning duolarini ijobat qilib, ulardan mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qiluvchining qilgan amalini bekor qilib etmaydiganligini, er bilan ayol diniy qarindoshlikda amallarining qabul bo'lishida va yaxshi yomon amallarga yarasha mukofot yoki jazo elishda o'xshash ekanligini, Allah roziligini ko'zlab hijrat qilganlarning, o'z yurtidan haydab chiqarilganlarning, Allohga ibodat qilish yo'lida va din yo'lida aziyat tortganlarning, Allohning dinini ustunlikka ega qilish uchun jihad qilib o'ldirilganlarning gunohlarini albatta yo'qqa chiqaradiganligini, ularning gunohlarini bu dunyoda yo'gigandek oxiratda mu yo'gab, ularni jazoga tortmaydiganligini, ularni qasrlarining va dal-daraxtlarining ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadiganligini va'da qildi. Bu Allah tarafidan berilgan mukofot bo'lib, mukofotlarning yaxshisi Allohning dargohidadir. Ey payg'ambar, kofirlarning turmushda bayoshatlik va rizqda mo'llik ichida yashayotganligi, ularning tijorat qilib mol dunyoga erish uchun shaharlar orasida kezib yurishlari seni aldab qo'ymasin. Chunki ularning erishgan narsalari pat orada qo'ldan ketadi. Shuning bilan ular o'zlarining yomon amallarining mahbuslarga aylanib qoladi. Bu ozg'ina bahramon bo'lishdir. Ondan qiyomat kuni ularning boradigan joyi jahannam bo'ladi. Jahannam nima degan yomon o'rin. Ammo Rabbidan qo'rqib, uning amr farmonlarini o'rindigan, u ma'ni qilgan ishlardan yiroq turgan kishilar qasrlarining va dal-daraxtlarining ostidan o'stanglar eqib turadigan, ular uchun tayyorlangan jannatlarga kiradi. Ular jannatlarda mangu turadi. Uningdan hargiz chiqarilmaydi. Bu Alloh tarafidan kutib olishdir. Allah'ның dargohidagi ne'matlar yaxshilar uchun kofirlarning dunyoda erishgan narsalaridan albatta afzaldir va eng yaxshidir. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga bo'ysungan va Allohning oldida o'zining xor banda ekanligini izhor qilgan holda Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil qilingan Qur'on oyatlariga va o'zlariga nozil qilingan Tavrat va Injil qatorliq samoviy kitoblarga ishonadigan kishilar bor. Ular Allohning oyatlarini dunyolik manfaatlarga setib etmaydi. Alloh nozil qilgan haqiqatlarni yushirmaydi. Boshqalarga o'xshash o'zgartmaydi. Ana shular Rabbiga uchrashadigan qiyomat kunida Rabbining katta mukofotiga erishadi. Alloh ularning mukofotini kemaytmay to'liq beradi. Alloh haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Ularning amallarini sanash va har biriga tegishli mukofot
yoki jazo berish Allohga hargiz qiyin kelmaydi. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, Rabbinglarga toat ibodat qilishda chidamliq bo'linglar. Beshinglarga kelgan ziyon zahmat va balo qazolarga sabr qilinglar. Chidamchanlikda dushmanlaringlardan ustun turinglar. Mening dushmanim va sizlarning dushmaninglar bo'lgan kofirlarga qarshi jihad qilish uchun har zaman tayyor turinglar. Dunyo va oxiratda Allohning roziligiga erishib, murodinglarga yetishinglar uchun hamma ahvolda Allohdan qo'rqinglar.